Jahongir Ortiqxo'jayevning Bizning uylar loyihasi tomonidan qurilgan Sergeli Choshtepada 3 xona, kadastrda 72,4 kvadrat, aslida 75-76 kvadrat chiqadigan kvartirani Arzon narxda kanalida qo'shnilar 75-80 ming dollarga sotilayotgan kvartirani 70.500 dollarga egasi bilan ko'rsatamiz. Yana ustida o'tib beradigan joylari bor. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda chap qo'lda hojatxonasi alohida, undan o'tganda oshxonasi, yaxshi mana kuxonniy mebellar qo'yilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Kattakon xolodilnik bilan ikkita gilam ketyapti, qolgan narsalar qolyapti. Mana duxka o'tlarni katyoli bor. Yaxshi ishlab turibdi, mana gradusda sovuq kunda o'zlaringiz belgilab istaverasizlar uyda. Akfa tomonidan qo'yilgan. Bu yerda 1,5 taxminan 1,3 ga 3 metrlik balkoni bor. Hovli qismi mana detskiy plashadkalari bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Sirazi yopib tarib tashlash kerak bu yerda. Undan o'tganimizda chap qo'lda birinchi xonasi. Bu yerda gilam ketyapti, pardalar qolyapti. O'ng qo'lingizda chiroyli turma bor. Bu ham bonsiga tashlab ketilyapti ekan. Undan o'tganda ikkinchi ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda faqat gilam ketyapti, qolgan narsalar qolyapti. Uning orqasida 3-chi ota-onalar yotoqxonasidan o'tganda detskiy xonasi bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Xonalar yorug'. Qo'shni remont bo'layotgan ekan, shunga sal ovoz chiqib e'tibor bermaymiz. Bu yerda sanuzeli alohida. 7 kilolik oq rangdagi steralkasi bor ekan, buni olib ketib, uni tashlab ketaman mayli bonusiga deyishyapti. Steralkasi ham bor deb hisoblayverasizlar. Mana uzun koridor. Isishi juda yaxshi holatda, hozir tashqarida sovuq holat. Baquvvat liftlari bor buni. Bitta etajda 3 ta xonadon bor. 3 ta kvartira, bizning kvartiramiz o'rtada. Choshtepada 2 xil uylar bor. Davlat tomonidan yordam sifatida berilgan uylar jigarrang bo'ladi. Firma Bizning uylar tomonidan qurilgani eshiklari oq bo'ladi. O'sha yerdan ajratib olsalaringiz bo'ladi. Bu har doim narxi qimmat yuradi. Mana bunaqalari yaxshi holatda turibdi. Tozaligi yaxshi ekan. Hovlisini ko'rishlaringiz mumkin. Zeleniy zona, detskiy plashadkalari bor. Domimizda tashqi tomoni. Yaxshi katta daraxtlar bor. Mashina qo'yish uchun joylar yetarlicha, xudo xolasa. Shunda domlarda orqa tarafida birinchi metro bekati, ya'ni Choshtepa bekati bor. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Choshtepa birinchi metro bekatining shunda yonida, bu Chilonzor liniyasiga kiradi, bilasizlar. 49-domda Choshtepa 49 deb yozsalaringiz chiqadi. Kvartalda ichida poliklinika, maktab, bog'cha hammasi bor. Ikkita yaqin masjid bor. Birisi Niyozmat ota, ikkinchisi Choshtepa masjidi. Lokatsiyasi qulay joyda. Bu tarafingiz mana Abu Saxiy, Bekbaraka, Bekto'pa hammasi shunday yaqin. Lokatsiyasi yaxshi joyda. Pastdan nomerga aloqa chiqarasizlar, faqat naqdga sotilyapti. Subsidiya, ipoteka, kreditlarga berilmaydi. Egasi nomeri narxidan o'tib beradigan joylari bor. Bizdan uzoqlashmang. Buni arzon variantdan o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.